Endi baribir kajga kiradigan bo'lsangiz bu yoqqa Endi bir ikki misol uchun aka shu 2 million 3 million bilan 2 million 3 million pogoda ko'p qilmaydi. ha, shu yoqdan bor-da. 2 million 3 million pagoda nimayam qilmaydi. Yo'q, bu hozir bu tuyning ko'proq qimmatroq bo'lgani-ku, 23 million bo'lgani, 20 million qilgani nima qilib ko'ramiz. 20 million bo'lgan yana bittasi bor qorani. Hmm. 20 millionlik bo'lsa qilinganini. 23 million bo'lsa sochim qimmatroq bo'ladi-da. 20 millionni o'chirib yuboramiz. Tuyning 20 million qilinganini. Kiramiz. Tabii yutib chiqsak, sel misol 50 million 60 million qilishganda kamida. Bormi unaqasi ham? Ha, yana bittasi bor. Ana u. O qayerga ketib qoldi boyagi? Tashqaridamidi u? Pastdaydi u. Nima? Yana bitta qorasi bor edi-ku, boya minib yurganimiz. Qora pastda edi. Qattiqlikda qoldi. Pastda yo'q lekin menimcha. Yo'qolib qolibdi. Sotib ketgan yo'qmi o'zi? Sotmadigan lekin bizga hech kimga. Yo'q pastda. Yo'q, birlik kanat yuraverdi. Ha, o'shaning uchun yo'q degan mashina. Chog'ida ham stream qilib qo'shadi, blogerchilik qo'shadi chog'ida ham. Vaqt bo'lmayapti-da aka, video qilishga ham, nima qilishga ham vaqt bo'lmayapti-da aka. Niyat bor, ishdan kechgalar bir 2 soat, 3 soat nima qilaman, video qilib o'tirsangiz, umuman o'ynashga vaqt qolmaydi-da, nima dam olishga vaqt qolmaydi. O'yinga dam olaman deb kirasiz. To'g'rimi? Ishdan chalg'iyman deb. Yana shu yerda ham o'tirsangiz, video qilib 2 soatlar. Hozir 1 soatdan beri yozib o'tiribman, tashlab beraman. Nimani? Ha, nimanimi? Videoni uni yozaveramiz. Meni yozib o'tirib qolgan, buni montaj vaqti oladi-da, 1 soat vaqt, render vaqtiga 1 minut o'zi, 1 minut, masalan 1 minut videomi 1 minut render qilasizda-ku. Masalan 10 minut video bo'lsa 10 minut render qiladi. Montajdan tashqari, montaj qilingan tashqari qiladi. Montaj qilasizmi? Primoy mana shunda. Pastdami aka? Pastda. Yo, prямо YouTube'ga qo'yib yuborasiz-ku. Uni misol montaj qilishdan oldin render qilasiz-da, uni montaj qilib bo'lgandan render qilib, misol har misol uchun boyagi programmada har tepaga chiqing. Har misol 40 minut video bo'lsa 40 minut render bo'ladi-da. Boyagi montaj bo'lgan, montaj qilgan, boyagi qanaqa nimaga kerak sizga? Uni rendermi boyagi nima saqlanib bo'ladi-da, короче, sizning qilgan videongiz. Bu yoqqa nima montaj qilganingizdan keyin uni kesib tashlaysiz kerak joyini, to'g'rimi? Hop, tushundim. Kesganingizdan keyin saqlanib qilgan vaqtda boyagi загрузка bo'ladi, bu yoq saqlanib bo'lib render bo'ladimi shunaqa. Montaj programmasi o'zida. Ikkinchi po'sh yo'qolib qoldimi? Yo'q, unchalik. Bu lishniy bitta. Qani qo'yamiz? Menimcha admin bosmadigan unga biza. Bosmadik, tur haydadik. Turibdi, lekin yo'qolib qolibdi. Ну вы находитесь. Kimdir bor edi mashinani hayotda, kimdir haydab o'tdi mashinani. Ha, To'la aka haydab ketgan. Gen aka. Bu yoqqa ketib qolganimi bank tarafga? Gen aka shu yerda edi boya. Parkovkadan chaqirmay haydab ketganda. Hozir qanaqa nima qilsa bo'ladi endi buni? Chaqira olmaymizmi? Chaqira olmaymiz hozir. Ahmoq ekan. Hozir qanaqa yana kompyuter. Programma topdim. Aha. Faqat sotib olish kerak bo'ldi. Hozir ограничениесі bor. Nima ekan u? Shunaqaga zapiska. Ha, nimada? Telefondami? Yo'q. Yo'q, zapiska aka, nimaning o'zidan networkning nima, yoki Nvidia, GeForce shundan o'zidan qilaveramiz zapisni. Zapis qilaveramiz, uni montaj qilish kerak-da, so'ng boyaga montaj qilib, boyaga kesadigan joy kesib, qiladigan joyi bor-da aka. Katta qilasiz, katta qilib qo'ygan oxirida bir render qiladi-da, shu bo'lsa qilgan saqlanib qiladi-da, shu vaqtda qilasiz deb primoy qo'yib yuborsangiz bo'ladi. O'ylab. Ha, primoy. Ha, u ham bo'ladi lekin. Men render qilib, saqlanib qilib, keyin qo'yib yuborganda, постоянно.
Hozir masalan Grand Mobile'dan ham 20 millioncha pulim bor mening Grand Mobile'ning o'zida. 20 million pulim bor. Lekin hech nima qila olmaysiz 20 million. Hech qanday pul emas. Kichkina pulda Grand Mobile'da. Anaqa nima bo'ldi aytgancha? Majesticmi? Ne. Nima edi oti? Beraymi? Berayim. Bizimga yoqqani yo'q. Pul topish qiyin ekan deydi. Pul topish yo'llari вообще nima? Ko'chalarni supurib yuruvchi. Ha, shu ko'chani supuraversa ekan bo'lgani shu. Pul topish iloji yo'q boshqa. Topish iloji yo'q ekan. Faqat ko'chani supuraversa bo'lgani. Bilmayman, menga Vladimir yoqdi qanaqa. Menga ham shu radmi yoqdi-da. Pul topish oson, yo'q qiymat hojini. Jam uchun iloji bo'lmasa ham. Kimdir bor deyapti mashina deyapti. Bu yerda bankda yonib turibdi mashinada. Bankda yonib boraychi, uni yetib beraman. Nayti qiling, qani satasiz. Qo'ya joydan parkovka chiqgan odam. Kiring ketdi. Qaras, Mana yoningiz yurib. meni ko'rmayapsiz. Bak. Shu mashinami? Ha. Voy, o'tirmayapti endi. Necha? Ha, o'tirdi endi. Hayda. Mashina rulga o'tirib oldi. Qancha? Nega kelamiz o'tirib ol. Yo'q, menimcha bug bo'lib qoldi, kirib chiqqan. Aytdim o'zi. O'yinga kirib chiqdimi? Ha. Ichiga kirib chiqaraymi yo buni ichiga? Aqling. Ha, 42 ming so'm pul tushdi hozir oylik. Qanaqa Hayda, o'rda. Keyin hech nima beramaysiz, bo'ldi, yuraverasiz. Mana mashina turibdi. Vayni Vayni kerak. Mana bu olasizda endi shuni. Men yo'qmi, meni ko'rmayapsizmi shunda? Menda mashina turibdi, o'zingiz ko'rinmayapsiz ekan. To'xtang, mana kirib chiqadi. Yo'q, mashina menda boya o'yinga otib yubordi, shunda shunaqa bo'ldi. Siz hozir mashinada tushyapsiz, men ketib minyapti mashinaga. Ko'rinmayapsiz ekan menga. Buni nima qilib adminga boray? To'xtang. Mani qattasiz. Ha, boryapman. Ha, endi ko'rinadi. Chiqing. Hozir 1 metr. Yana ochib olay. O'zgarganda joyi. Mashinani. Ha, boya bankda yonadi. Ko'rindimi sizga? Nega boring? Ketgan mashina. Shu haydab ketganlar kimdir bankda yonishi. Nima gen ekan menimcha shu. Ha, tushirib ketib qolamiz gen ekan mashinada. Keldim. Nimada shunaqa bitta bor edi. Men Bahodir aka o'zini olgan mashina yo'qolib qoldi. Shunaqa bitta mashina bor edi. Mashina yo'qolib qoldi menda. Bahodir aka o'ziga qo'yib oldi, meni o'tkazib oldi. Qanaqa mashina? Shunaqa siz bilan o'rgan mashinadan. Ha, turibdina. Ketdik menda buni. Tajib ketganman. Birga shu yerda nimasi bor, jikkasi bordi yoki shu yerga bankgacha kelgandi. Nima ayting? Poyga qilamiz aka, poyga. Porsche bilan kerak, zo'r bo'lsa kerak. Ha, qilib qo'yamiz. 20 millionlik mashina bilan 700 minglik mashinada. Siz oldiga yuring onda. 500 metr yering. Siz nima ayting?
Nekka qo'ydingizmi? Yo'q. Qayerga ketamiz? Boyaga nimaga? Suvaga. Ha, sol. Qo'rqib ketdim men. Qo'limizda bo'lmaydi ekan, Nekka mana. A few moments later. Keldim. Endi kajilikka keyin kajikka. Скорее xatga kirzar. Chiqib ketgan. Mashinangiz bormi? Ha, Mashinaga keyin kajik turibman. Kutib turibman, ko'rib, o'ylanib o'tiribman mana tikib. boshqa o'rdi. Ozgina bitta qo'l tashlab yubordim, bu yerda lekin bitta qo'lda. Ikkinchidan bu yerda turibman hozir. Ikkinchidan bu yerda. 24 qoldim-da aka. Ben bitmez. 900 ming bor. Ay, ko'ryapsiz endi, harakat qilib. Net. Nasıl tutmam kaldım, nasıl tutarken. Гражданин, помогите, пожалуйста. Последний надо раз на ручки взять человека. То что? БПшник, Bizde пожалуйста. Давай. şartdan yoldan oryapti-da aka. А не хотите поучаствовать в мероприятии моем? Oqlar qarz ekan bu safar. Не. Yo'q, 8 berdi. Birinchidan 3 marta berdi-da. Hı. Tevekkül. Çap tarafta mı? Son taraf. O'ng tarafda. Lagat qolmasin siring. Necha berdi sizlar? Ne? 17. 17 bermadi. Sen bunga bundan turaylik, bundan bermayapti. Boshida bir berdi-yu. Tur yana oxiriga olaylik. Hop. Necha bergan? 27 berdi. Oh, bilet 7 million 2 million ketib qoldi. 7 million 12 bilet. Birinchiga tikmoqchi edimda, birinchi nimaga? Ulgurmaysiz. Birdan 12gacha 2 million 7 million 10 ga 2 million ketib qoldi hozir. 7 million tushga endi. Bilet 26 bilet, jalka bilet. 2 million ketib qoldi. Sektor tıkmamayız. Shu 3 ga sut qila olmadim. Bu tiqsin qani bu bola yutyapti-yu. Birga tiqdi. Buning nimasi bo'lib chiqqani? Taktikasini. Bitti stavka. Nima bo'lsa bor. Oh, birga. Qancha tiqdingiz? Общий 900 500 ming. O'sha 500 ming ko'taryapti odasi. Qanchaga tiqdingiz? To'rtta. 2. Nol bilet. Yomon bo'ldi. Nolga berma. Yaxshigina minus kirdik. 3 million minus kirdi. Yo, 2 million. 3 million. 2 million 8 kiryapman. Xo'p, endi bunaqa qilamiz-da. Yo'ldan aniq berish kerak ekan.